bir inson o'zidagi qimmatbaho yoqutni sotmoqchi bo'libdi. Yoqut sotib oladigan bir insonni oldiga boribdi-da, "Men sotmoqchiman, iltimos, shuni sotib oling", debdi. Haligi qimmatbaho toshlar bilan shug'ullanuvchi odam yoqutga qarabdi-da, "Oho, bu juda bebaho yoqut. Buni to'lash uchun men hamma narsamni bersam ham baribir yetmaydi. Siz yaxshisi bir podshoning xazinaboniga olib boring. U yerda bu yoqutingizni narxi bor", deb uni boshqa joyga yo'naltiribdi. Haligi odam uzoq yurib o'sha podsholikka yetib kelibdi-da, xazinabon bilan uchrashib, "Meni mana shu yoqutimni sotib olsangiz", debdi. Xazinabon yoqutga qarabdi-da, "Bo'ldi, kelishdik. Yuring men bilan", deb uni xazinalar turgan joyga olib kiribdi. Xazinalar shu qadar katta va keng ekanki, u yerda juda chiroyli toshlar ko'p ekan. Xazinabon haligi odamga aytibdiki, "Sizga 3 soat vaqt. 3 soat ichida xohlaganingizni oling. Istaganingizcha, qo'lingizga siqqunicha oling. Biroq 3 soat tugagandan keyin hech narsa ola olmaysiz. Men esa 3 soatgacha sizni o'z holingizda qoldiraman, toki xohlagan narsangizni bemalol olishingiz uchun", deb chiqib ketibdi. Haligi odam katta xazinalarga qarabdi-da, marvaridlar oldiga boribdi. Marvaridlarga qarabdi. Marvaridlar shodasi shu qadar chiroyli ekanki, uning ko'zlari yashnab ketibdi. Marvaridlarni olibdi. Uni ustiga bo'yniga taqib ko'ribdi. Keyin tillolar turgan joyga boribdi. Shu qadar chiroyli tilla tangalar, ularni olibdi, o'ynabdi. Ular ustida biroz yotibdi. Keyin esa qimmatbaho yana boshqa toshlar oldiga boribdi va ularni ham olib, ularning jilvasiga mahliyo bo'lib uxlab qolibdi. Keyin uni oldiga kelib, xazinabon, "Hey, uyg'oning, vaqt bo'ldi. Xo'sh, nimalar oldingiz?" deb so'rabdi. Haligi odam cho'chib turibdi-da, "3 soat tugadimi? Men hech narsa olishga ulgurmadim. Yana ozgina vaqt bering, mana shulardan ozginasini olay", debdi. Xazinabon esa o'z so'zini eslatibdi. "Esingizdami, men sizga aytgan edim, 3 soatdan keyin hech narsa olishga izn bermayman deb. Sizga ruxsat yo'q. Vaqtingiz tugadi. Marhamat, chiqib ketishingiz mumkin", debdi. Haligi odam yoqutdan ham va o'sha yerdagi yoqutning o'rni